birga bosh qahramon qiz Nora Tideman balandlikka ko'tariladi. Cho'qqiga chiqqanidan so'ng alpinistlar bu yerda ilgari yashagan trollar haqidagi afsonalarni eslab tizmaga qarashadi. Ota ularni ko'rish uchun ishonish kerak deydi. Qiz tog' tizmasiga qaraydi. Quyosh nuri qoya parchalaridan bulutlarni kesib o'tib, tog'dagi trollarning yuz tuzilishini ko'rsatadi. 20 yildan so'ng Nora paleontolog bo'lib ishlaydi va o'zi tug'ilgan Norvegiya hududida qazilma qoldiqlarini topadi. Nora ekspeditsiya universitetidagi bo'shliqlarni yopishni xohlaydi, lekin aynan o'sha paytda u qazilmalarni qazib oladi. Ayni paytda Dovrefeld tog' tizmasida tog' bo'ylab avtomobil yo'li qurilmoqda. Ishchilar mahalliy talabalarni ko'z oldida ishlayotgan edi. Portlatuvchi ekofaollar oldida detonator tugmasini bosadi va tunnel ichida portlash ovozi eshitiladi. Ishchilar u yerga borganlarida begona shovqinni eshitishadi va dahshatdan qochib ketishadi. Ammo ularni nimadir ta'qib qiladi. Qurolli kuchlar shtab-kvartirasida kuzatuvchilar shubhali seysmik faollikni qayd etmoqda. Xavotirga tushgan razvedka samolyotlari havoga ko'tariladi va ular tog'dagi ulkan teshikni fotosuratlarini yuborishadi. General bosh vazirga zudlik bilan xabar berishini buyuradi. U maslahatchi Andreas bilan birga ish yo'lida materiallarni ko'rib chiqadi. Keyin ular teshikdan chiqqan ulkan oyoq izlari kabi g'alati tasvirlarni ko'rishadi. Bosh vazir ixtisoslangan mutaxassislar kengashini chaqirish to'g'risida buyruq beradi. Nora va uning hamkasblari xursandchilik qilishayotganda osmonda vertolyot paydo bo'ladi. Motorli kema yaqin atrofga qo'nadi. Askarlar tartib bilan o'ziga ergashishini so'raydi. Ayolni maxfiy shtabga olib kelishadi. U yerda Andreas uni kutib oladi va uni mamlakatning yuqori amaldorlari bilan uchrashuvga kuzatib boradi. Ular voqeani krater yoki oyoq izlari ekanligini muhokama qilishadi. Suhbatni shtab bo'limi xodimi Sigrid kelib to'xtatadi. U kompyuter tarmoqlarini buzish orqali yoshlarning telefonidagi videolarni ko'radi. Videoda tunneldagi portlash qanday sodir bo'lgani ko'rsatiladi. Bunda talabalar dahshatga tushib qochishardi. Ammo hech kim omon qolmagandi. Videoda Noraning ko'ziga g'alati tafsilot ko'rinib qoladi. U Sigriddan videoni orqaga qaytarishini so'raydi va kerakli joyga keltirganda uchayotgan toshlar orasida ulkan antropomorfik skelet ko'rinadi. Choy ichayotgan keksa eri xotin hovlida itining uxlayotganini payqab qolishadi. To'satdan yer silkinishi boshlanadi va kuchayadi. Uy egalari vahima ichida yer ostiga kirib olishadi. Tebranish to'xtagach, ular podbaldan poylab uy deyarli uzoqlashayotganligini ko'rishadi va yaqin atrofda ulkan oyoq izini ko'radi. Nora va Andreas voqea joyiga uchib kelishadi. Yetib kelgach, ular hududni o'rab olgan harbiylar qo'mondoni Chris bilan tanishadi. Qahramonlar guvohlarni so'roq qiladi, lekin ular qorong'uda uncha ko'rmagan edilar. Go'yo tog'lar ular tomon harakatlanib quyoshni to'sib qo'ygandek edi. Nora ular hayvonlarning ovozini eshitganini ham aniqlaydi. Keyin ultrabinafsha nurlar yordamida biologik sekretsiya izlarini topib, ulkan izni tekshiradi, lekin u yerda faqat tosh va tuproq bor edi. Qahramonlar vertolyotda kapitan Chris bilan birga uzoq tog'li hududga boradilar. Izlar o'sha yerda tugaydi. Termoskaner tirik jon borligini ko'rsatmaydi. Nora ular izlayotgan narsa qandaydir tarzda yashiringan deb gumon qiladi, lekin qandayligini hech kim bilmaydi. Keyin ular boshqa mutaxassisning yordamiga muhtojligini tushunishadi. Vertolyot yolg'iz uy yaqiniga qo'nadi. Qahramonlarni shimsiz, ammo qurolli keksa odam kutib oladi. Ma'lum bo'lishicha, bu Noraning otasi Tobias ekan. Chrisning kelishi bilan vaziyat keskinlashadi. Ayol vaziyatni tushuntirmaguncha, ular bir-biriga qurol o'qtab turishadi. Nora otasidan yordam so'raydi va Dovrfelddagi videoni ko'rsatadi. Keksa odam tayyorlanib olgunicha qahramonlar Norvegiyaning asosiy aholisi bo'lgan trollar haqidagi bir nechta eslatmalarni ko'rib chiqishadi.
Tobias bilan birga ular izlar tugagan joyga kelishadi. Chol qirlar orasidan yugurib, izni qidiradi. U qizi bilan gaplashayotganda orqasida tosh birdan qimirlab ketadi va ulkan ko'zi ochilib, ularga qaraydi. Hayratda qolgan qahramonlar qum bilan qoplangan tosh asta-sekin ko'tarilayotganligini kuzatib turishadi va u maxluq troll bo'lib chiqadi. Ular dahshatga tushib, vertolyot tomon yugurishadi va havoga ko'tarilib, jonzotni yon tomondan aylanib o'tishadi. Kapitan voqealar haqida shtabga xabar beradi va dalil uchun videolarni yuboradi. Ko'p o'tmay Nora va uning otasi bilan mutaxassislar bog'lanishadi. Chol ular haqiqiy troll bilan shug'ullanayotganligini aytadi, ammo amaldorlar boshqacha mavjudot borligiga ishonishmaydi. Ular armiyaga malakasizligi uchun mutaxassisni ishdan olishlarini buyuradi. Qahramonlar alohida xonada janjallashishadi, ammo Tobias yoshlarga taslim bo'lmasliklari kerakligini aytadi. Keyin ular kapitan Krisning oldiga borib, topshiriqni bajarishga ko'ndiradilar. U istamay rozi bo'ladi. Harbiylar tunda artilleriya va dronlar bilan harakatlanayotgan gigantga pistirma qilishadi. Ota va qiz uzoqda suhbatlashib o'tiradi. Andreas esa Krisga Call of Duty'dagi harbiy tajribasi bilan maqtanadi. Ko'p o'tmay kapitan qo'riqchilardan ogohlantirish oladi va tungi ko'rish ko'zoynagida u o'rmon tepasida turgan mavjudotni ko'radi. Mudofaa vaziri o'q uzish haqida buyruq beradi. Bombalari va artilleriyalardan so'ng troll tutun orasida yashirinadi. Biroq o'qlar unga zarar yetkazmaydi, lekin jahlini chiqaradi. Maxluq jinoyatchilarni ezishni boshlaydi va xochni ushlab ibodat qilayotgan askarni yeydi. Tobiasdan tashqari hamma qochishga harakat qiladi. Keksa odam trollning oldiga yaqinlashib, u bilan gaplashadi. Troll uni tushunib, bir soniya sokinlashadi. Ammo zirhli transport vositalarida pulemyotdan o'q uziladi. G'azablangan troll jinoyatchini ezib tashlash uchun orqasiga o'girilib, Tobiasni ulkan toshli dumi bilan urib yuboradi. Nora yarador otasini oldiga yuguradi. Ota trollga qaraydi, lekin troll uzoqlashgan edi. Shundan so'ng u diqqatini qiziga qaratadi va sirli gaplarni aytib vafot etadi. Keyinchalik otasi qoldirgan eslatmalarga qarab, qiz trollar haqidagi afsonalarda haqiqat yashiringan degan xulosaga keladi. Uni boshqa g'oya hayratda qoldiradi. Buning uchun u mamlakat rahbariyatiga murojaat qiladi. Troll Lillehammerdagi oilaviy bog' yonidan o'tgani ma'lum bo'lgach, rasmiylar ahmoqona rejani amalga oshirishga kirishadi. Parkka tashrif buyuruvchilar to'satdan haqiqiy trollning paydo bo'lganidan qo'rqishadi. Ammo 4 ta vertolyot allaqachon gigant tomon uchmoqda va har birida cherkov qo'ng'iroqlari bog'langan. Afsonalarga ko'ra, qo'ng'iroq ovozi trollarni bezovta qilishi kerak edi. Qo'ng'iroqlarni harakatga keltirish uchun vertolyotlar chapga va o'ngga aylanadi. Qo'ng'iroq chalinishi trollga jismoniy og'riq keltiradi. Lekin u mashina do'konchasini yerdan ko'tarib, u bilan bitta vertolyotni urib tushirishga kuch topadi. Keyin gigant ikkinchi vertolyotni ushlab, uchinchisiga uradi. Vertolyot ota va bolaning ustiga qulab tushayotgan payt, troll odamlarga zarar bermaslik uchun uni havoda ushlab qoladi va odamlarni hayotini saqlab qoladi. Qolgan samolyotga yomon qarab, jo'nab ketadi. Nora oxirgi vertolyotdan butun bo'lgan voqeani tomosha qiladi. Qahramon bosh vazirga muvaffaqiyatsizlik haqida xabar beradi. Shundan so'ng u shtab bo'limini tark etishini so'raydilar. Keyin Andreas va kapitan Krisga g'amgin nigoh bilan qarab chiqib ketadi. Mudofaa vaziri va boshqa siyosatchilar muzokaralar xonasida qaytarilgan troll uchun yadroviy bomba portlatishni muhokama qiladilar. Andreas bu fikrni masxara qiladi. Keyin undan xonani tark etishini va kattalarning biznesiga aralashmasligi so'raladi. Ketish paytida maslahatchi o'z vakolatidan voz kechayotganini aytib, hujjatini qoldiradi. Lekin u yana qaytib keladi, chunki kartasiz eshikni ochish mumkin emas edi. Andreas chiqishda Noraga yetib oladi va hukumatning rejalarini aytib berish uchun u bilan birga ketadi. Bosh vazir xalqqa murojaat qilib, Norvegiya poytaxti Oslodan butunlay evakuatsiya qilinishini e'lon qiladi. Mashinada Nora otasining oxirgi so'zlari qirollik saroyiga va Lord Chamberlainga ishora qilganidan shubhalanadi. Hamma katta yo'l bo'ylab bir yo'nalishda harakatlanayotganida ular u yerga borishadi.
Darvoza yaqinidagi soqchilar hech narsani eshitmasdan qahramonlarga qurol ko'tarishadi. Lord Chamberlainning o'zi vaziyatni hal qiladi. Lordning so'zlariga qaraganda, u ularni kelishini oldindan bilgan va bundan xursand. Andreas siyosatchi uni taniganiga ishonadi. Ammo Lord Tobias Tidemanning qizi Nora haqida gapiradi. Rasmiy qahramonlar saroyga chuqur kirib boradi va yo'lda Lord eng katta davlat sirini bilib qolgan oqsoqol Tidemanning martabasini yo'q qilishda o'zi ishtirok etganini tan oladi. Bu sir saroy ostida joylashgan ulkan skeletlarga to'la g'or bo'lib chiqadi. Lord Chamberlainning aytishicha, Norvegiyani suvga cho'ktirish marosimida trolllar o'ldirilgan va bu yerga dafn etilgan. Faqat ulardan bittasi tog'lar bag'rida qolib ketgan edi. Aynan o'sha troll hozir shu yerda. Nora ultra binafsha nur chirog'i yordamida suyaklarni yoritadi, lekin suyak toshga aylanadi. Keyin yana bir ajoyib g'oya miyasiga keladi. Oxirgi troll kun davomida aylanib yurganida havo bulutli bo'lgani va quyosh nuri yo'qligini eslaydi. Shundan keyin u trolllar quyoshda toshga aylanishi haqidagi afsona rostligiga ishonadi. Gigant harbiy bo'lim tomonidan o'rab olingan shaharni aylanib yurganida Nora yangi rejani amalga oshiradi. Ular saroy qo'riqchilari bilan birga troll bolasini bosh suyagini yuk mashinasiga ortadi. Yo'lda Nora Krisga qo'ng'iroq qilib yordam so'raydi. Lekin shu payt bosh vazir qurollar yordamida trollga zarba bera olmasligini tushunib, yadroviy bomba tashlashni buyuradi. Samolyotga jangovar guruh joylashadi va komandir buyruq berishi bilan yo'lga chiqishadi. Sigrid bu haqida Andreasga telefon qilib xabar beradi. Lekin Andreas undan kompyuter tarmog'ini buzib, ularga xalaqit berishini iltimos qiladi va hacker qiz rozi bo'ladi. Kris va uning hamkasblari bog'dagi dalaga bir nechta yuk mashinalarini haydab, u yerda troll uchun tuzoq tayyorlashadi. Qahramonlar esa mashinada o'tirib Sigrid yadroviy zarbani kechiktirishini kutishadi. Radioda ular vaqt orqaga hisoblanayotganligini eshitadilar. Lekin sanoq nolga yetganida hech narsa portlamaydi. Chunki hacker otishma tizimini nazoratga olgan edi. Bu vaqtda troll shahar binolarini vayron qilib, saroyga yaqinlashadi. Nora mashinani unga qarab haydaydi. Ular gigantning e'tiborini tortish uchun birinchi xristianlar tomonidan o'ldirilgan troll chaqaloqni kalla suyagini ko'rsatishadi. Troll ularni ko'radi va ta'qib qilishni boshlaydi. Nora yo'lda Krisga qo'ng'iroq qilib, troll yaqinda qo'lga tushishini aytadi. Lekin askarlar vaqtlar yo'qligidan norozi bo'lishganida kapitan ularga baqirib 2 daqiqa vaqtni ketkazadi. Og'ir yukka arqonlar chidamaydi va kalla suyagi mashinadan tushib ketadi. Troll uni olib tasodifan mayda bo'laklarga bo'lib tashlaydi. Keyin diqqatini qahramonlar bilan mashinaga qaratadi. Nora qo'l tormozi bilan mashinani ko'prik bo'ylab orqaga buradi. U gigant bilan poyga o'ynayotgan paytda amaldorlardan biri Sigrid tarmoqni buzib bomba portlashini to'xtatganligini sezib qoladi. Keyin notebookni tortib olib blokni o'chiradi va uchuvchiga bombani portlatish haqida buyruq beradi. Nora pikap mashinasini askarlar tuzoq qo'ygan parkka olib boradi. Andreas tezlik bilan mashinadan sakrab tushadi. Keyin troll mashinani maydalab tashlayotgan daqiqada Nora ham sakrashga ulguradi. Troll ayolni oyog'i bilan ezmoqchi bo'lganida Kris askarlarga ultra binafsha nur lampalarni yoqishga buyruq beradi. Kapitan kalitlarni almashtiradi va ultra binafsha nurlar ostida troll asta-sekin toshlarga aylana boshlaydi. Uchuvchi atom bombani tashlamoqchi bo'lganida gigantning yonidagi odamlarni ko'radi. Keyin atomdan odamlar zararlanishi haqida xabar beradi. Lekin amaldorlardan biri o't ochishni buyuradi. Sigrid unga musht tushiradi. Shundan so'ng to'xtash buyrug'i eshitiladi va samolyot bomba tashlamasdan park ustidan uchib ketadi. Nora trollning og'riqdan nola qilayotganligini ko'radi. Keyin so'nggi avlodni o'ldirish noto'g'ri ekanligini tushunib, u lampani o'chiradi va unga tog'larga qaytib, u yerda odamlarsiz yashashini aytib baqiradi. Dev uni eshitadi va tushunadi, lekin quyosh allaqachon ufqdan ko'tarilgan edi. Uning birinchi nurlari ultra binafshaga qaraganda yaxshiroq ishlaydi.
Bir necha daqiqadan keyin troll yerga tushib, toshga aylanadi. Nora uning oldiga keladi va oxirgi trollning ko'zlari ritmi so'nib borayotgan yurak urishi ostida toshga aylanayotganligini kuzatadi. Askarlar g'alabadan xursand bo'lishadi. Lekin Nora va Andreas paydo bo'lgan yangi toshga nima deb nom berishni o'ylaydi. Tez orada voqea joyiga bosh vazir boshchiligidagi hukumat guruhi yetib keladi. Qahramon va sobiq maslahatchi ketishadi. Andreas Noradan tog'larda boshqa trollar bor yo'qligini so'raydi. Ayol javob bermaydi, lekin ayyorona kulib qo'yadi, chunki u butun umrini bag'ishlaydigan yangi biznesini topgan edi. Film Doverfield tog'lari ostidagi tunnelda tugaydi. Tosh qoyalar baland ovoz bilan harakatga keladi. Do'stlar, ushbu filmning oxiri xuddi Troll 2 filmi chiqishiga ishora qilgan. Agar Troll 2 filmi chiqadigan bo'lsa, kanalimizda qisqacha sharhini chiqarishimizni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Eng muhimi esa, doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.